Qara. Ha? Yo'q. Qara. Olmani вообще yengil olib kelgan. Taxtani qara. Taxtani g'aji bordi. Endi bu qara. G'ish. Qara. Ketdi. Ketdi, ana g'ish ketdi. Bu ham mayli. Dinlay qo'y dedi-yu. Mana. Ket. Bu do'stlar O'zbekistonda yangi chiqqan drobilkali desam ham bo'laveradi. Ya'ni bu ayda titan katollari. Bu titan katollari любой ko'mirni do'stlar majaqlab tiqib, do'stlar o'tdan chiqyapti mana. Ana olmamiz ham chiqdi. Ana birato'la tuya qilsa ham bo'laveradi. Mana g'ishimiz chiqdi do'stlar. Hozir baklashga chiqadi. Bu titan katollari dangasa katol hisoblanadi. Nima uchun dangasa? Chunki 150 kilolik bunkeriga 100 kilo, 150 kilo ko'mirni solasiz. Mana bu yerda nastroykalarni yoqib qo'yasiz, temperaturani yoqib qo'yasiz. Bo'ldi. Katol o'zi uyida issiq, o'zi sovutib issiq o'tiradi. Do'stlar, kimlar-kim uylarini issiq qilib katollar qidirmoqchi bo'lsa, katollar narxi $1000 dan boshlab 1200, 1300, 1.5 ming ko'tarilib ketaveradi, ob'yomiga qarab turib. Pastki nomerga aloqa chiqarasizlar.